Ya assalomu alaykum. Bitta domla haqida o'zim fikrim edi. Abror Muxtorali. Ko'rimurib deysizlarmi, boshqa deysizlarmi, menga farqi yo'q. Lekin domla zamonamizning qaysinden ham kuchli odam edi. Hozir bitta gap bilan shapatni beradi. Tayson ursa tuzalib davolanib ketasiz. Bu domla bergan shapatni biri esdan chiqarmaysizda. Ishoning. Domla bugungi kundagi ko'zguli odamlarga odamlarning o'zini aksini ko'rsatib turadi. Mana oxirgi paytda gapirgan gaplariga ko'pchilik domla haqida fikri o'zgarib ketib qoldi. Hatto yaqin odamlar ham adashib ketdi. Lekin shu paytda men adashmadim. Chunki men o'z bir marta adashib bo'lganman-da. Ben domlani, Abror Muxtorali domlani YouTube'ga endi chiqqanlarida hali Shuhrat Musayev anaqa bor edi. Fox Kurbalo fotosundan chiqib qoldi. O'sha hali ular tanimasdi. Ben endi chiqqanlarida kuzatardim YouTube'da. Ular kitoblarni sharhlab berardi. Ya'ni ancha-munchasini bala bo'lib qo'yardilar gapini. Shuning uchun domla bilan hazillashmay to'dalanib keldilar endi, bilasizmi? To'dalanib boringlar. Ikki og'iz gapiradilar. O'zinglarni bir nakavt yurganini his qilasizlar. Shunaqa ko'rimurib deysizlarmi? Nima deysizlar menga farqi yo'q. Domla hurmatda adushi. Domlaning gapini tushungan, domlani bilgan biladi. Lekin biz ham yo'lda bir adashganmiz. Keyin o'zimizni o'nglab ketganmiz. Chunki yaxshi yomon odamlar har xil gaplarni tarqatib tashlaydi. Yaqin gaplashib yurganlar ham adashib qoldi-yu. Qo'li berib so'rashib yurganlar. Muncha odam adashib qoladi. Shunga domla haqida kimni qanaqa fikri bo'lsa o'zi biladi-yu. Lekin mening fikrim cho'tki. Lekin domlaning shapalog'iga uchrab qolmaydi. Shunaqa shapaloq beradilar, gap bilan munchasi o'zini o'ylab oladi.